Shu desanglar devichkaxonlar, uyimiz mana shu ahvolga tushishidan bir kun oldin xo'jayinim bilan ozgina tortishib qoldik va men juda ham qattiq xafa bo'ldim. O'zi uncha-munchaga xafa bo'lavermayman, lekin bu safar ota-onamni sog'inganmanmi yoki yurt sog'inchimi bilmayman. Juda ham qattiq xafa bo'lib ish tashlash qildim. O'zi har yili O'zbekistonga bolalarni maktabi tugaganda ketib, maktabi boshlanganda qaytib kelardik, lekin bu yil juda ham havo issiq bo'lar ekan deyishganiga borgim kelmasdan bormadim. Uni ustiga 3 ta bola bilan o'zim bordi-keldiga juda ham eringandim. Ana endi o'shani o'rnlari bilinyapti menimcha. Ertangi kuni yana o'rnimdan turdimda hech narsa bo'lmaganday energiyaga to'lib uylarni mazza qilib yig'ishtirishni boshladim. To'g'risini aytsam, men uy yig'ishtirishni yaxshi ko'raman. Ayniqsa bolalarni maktabga, bog'chaga chiqargandan keyin uyda hech kim qolmagan holda uy yig'ishtirsam shunaqangi dam olaman. Sizlar ham uyda hech kim qolmagan holatda uy yig'ishtirib mazza qilasizlarmi yoki hech kim qolmaganidan foydalanib televizor ko'rib yotasizlarmi? Shu haqida kommentariyaga yozib ketinglar, men uchun qiziq. Ko'pchilik qayerliksiz deb so'raydi. Men o'zi Farg'onani Rishton degan joydaman, lekin bizga Rishtondan ko'ra Bog'dod, Oltiariqlar yaqinroq. To'g'risini aytsam, men o'zim hech qanaqangi ovqatlar pishirish yoki bo'lmasam pishiriqlar pishirish kurslarida o'qimaganman. O'zimda qiziqishim kuchli bo'lganligi uchun oila a'zolarimga tayyorlab berib turardim. Keyin esa buni Instagramda food blogerlik yo'nalishida boshladim va sizlardek ajoyib auditoriyaga ega bo'ldim. Agar siz ham blogerlikka qiziqasiz lekin nimadan boshlashni bilmay turgan bo'lsangiz, men sizga o'zimni ataga 99 ming so'mlik kursimni tavsiya qilaman. Bu kursda siz Instagramni to'g'ri rivojlantirish va montaj qilish usullarini o'rganasiz. Uylarni ham bir pastagina yig'ishtirib oldim. Ana endi pollarni artishga esa Vileda shvabrasi yordam beradi. Qo'limni sovuq suvga tiqib o'tirmayman, o'zi yuvib beradi, o'zi siqib ham beradi. Tezdagina artib olsam bo'lgani. Ana endi bugungi ishlar uchun baho beringlar-chi. Yo'qsa kommentariyaga 5, yoqmasa 2 qo'yib ketaverasizlar, xafa bo'lish yo'q. Ha aytgancha, kurs bo'yicha Instagram profilimdan yozaverasizlar.